Alloh taolo biz yashab turgan sayyoraning ichki va tashqi boyliklarini juda serob qildi. Tirikchilik tashvishi ko'pchilikni xavotirga solgan. Chunki hozirgi vaqtda tirikchilik imkoniyatlari ozaygan. Juda ko'pchilik insonlar hozirgi kunda ruhan sog'lom emaslar. Ayniqsa hozirgi zamonda sarf xarajatlar ko'payib ketgani. Bilib qo'ygin, agar harom kasb qilib rizq topayotgan bo'lsang, senga eng katta musibat kelibdi. Harom ishlaringni yomon oqibatini dunyoda ko'rmayotgan bo'lsang, bilib qo'y, oxiratda albatta og'ir jazosini olasan. Agar Alloh taolo sizdan bir tirikchilik yo'lini yopib qo'ysa, biling, albatta Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan sizga boshqa yo'lni ochib qo'yadi. Va mana shu yo'l siz uchun manfaatli va foydasi ham ko'p bo'lishi mumkin. توكلت في رزقي على الله خالقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله. Aziz birodarlar, Alloh taoloning buyukligiga va cheksiz qudratiga dalolat qiluvchi ko'p ism-sifatlar bor. Allohning ana shunday ismlardan biri Ar-Razzoq ismidir. Alloh taolo aytadi: Alloh o'z xohlagan bandalarga hisobsiz rizq beradi. Boshqa oyatda yerdagi har bir jonzotning rizqi Alloh zimmasidadir. Alloh taolo barchaning rizqiga kafil bo'lgan va bandalarga yerda yurib tirikchilik qilishlariga va rizqni yolg'iz Allohdan so'rab, uning o'zidan talab qilishlariga buyurgan. Alloh taolo biz yashab turgan sayyoraning ichki va tashqi boyliklarini juda serob qildi. Va yer kurrasiga inson xayoliga kelmaydigan boyliklarni va hisobsiz ozuqalarni joylashtirdi. İnsanlar shu vaqtgacha turli boyliklarni topishyapti va behisob ozuqalar olishyapti. Yerdan o'sib chiqayotgan turli o'simliklar, yer yuziga tarqalib ketgan hayvonlar, dengiz jonzotlari, tog'lardan olinayotgan temir va qimmatbaho metallar, oltin, kumush, mis va bundan boshqa ko'plab yer qazilmalari, turli ma'danlar, yer yuzida sodir bo'layotgan ocharchiliklarning sababi insonlarning qilgan yomonliklari, gunoh ma'siyatlari sabablidir. İnsonlarning bir-birlariga qilayotgan zulmlari, odamlarning nohaq usta hukmron bo'layotganlari sabab ko'pchilik insonlar och qolib ketyapti. Aslida Allohga qasamki, yer yuzidagi boyliklar, ozuqa barcha insonlarga yetib ortib qoladi. Bu suhbatimiz shunday bir vaqtga to'g'ri kelyaptiki, hozir kunda ko'pchilik insonlar rizq topishdan iztirobdalar. Tirikchilik tashvishi ko'pchilikni xavotirga solgan. Chunki hozirgi vaqtda tirikchilik imkoniyatlari ozaygan. Ish o'rinlari kamayib boryapti. Ba'zi katta korxonalar o'z xodimlarini bo'shatyapti. Shunga o'xshash holatlar sabab tirikchilik manbalari kamayib boryapti. Albatta bunday vaqtda ko'pchilik insonlar, xususan oila boshliqlari xavotirga tushadi. Chunki ularning oila farzandlari oldida mas'uliyatlari bor. Shuningdek, oila qurib yangi hayot boshlash orzusida bo'lgan ko'pchilik yigitlar ham tashvishda. Chunki ular ham yaxshi pul topib, uylanishni va uy-joy qilishni xohlaydilar. Rizq topish istirobini, bundan tashvishlanishni imkon qadar yo'qotishimiz lozim. Chunki dunyoda ruhiy kasalliklar juda ko'paygan. Juda ko'pchilik insonlar hozirgi kunda ruhan sog'lom emaslar. Ruhiy kasalliklarning juda ko'p qismiga tirikchilik tashvishi sabab bo'lyapti. Ayniqsa hozirgi zamonda sarf xarajatlar ko'payib ketgani. Turli to'lovlar, sog'liqqa, ta'limga, boshqa ko'plab to'lov qilinish kerak bo'lgan xarajatlar ko'pligi ham odamlarni tashvishga solgan.
وغير ذلك من الاحتياج. Alloh taolo aytadi: "Jin va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim. Men ulardan rizq istamayman va ulardan men uchun taom ham kerak emas. Albatta Allohning o'zi barchaga rizq beruvchi, kuch-quvvat egasi bo'lgan qudratli zotdir." Albatta rizq kelishidan xavotirda bo'lgan musulmonlarga ko'p nasihat qilish kerak. Shak shubhasiz, Alloh taolo barchaning rizqiga o'zi kafil bo'lgan. Mana shu ishonch rizq xavotirdan davolovchi asosidir. Alloh taolo aytadi: "Albatta Allohning o'zi barchaga rizq beruvchi, kuch-quvvat egasi bo'lgan qudratli zotdir." Alloh taolo yer kurasini yaratib, uni turli ichki va tashqi boyliklar bilan to'ldirib qo'yganiga iymon keltirar ekanmiz. Demak, yer sharida barcha mavjudotga yetib ortib qoladigan boyliklar mavjud. إلى آخره بالتأكيد يوجد للعباد ما يكفيهم وزيادة. Alloh taolo bizlarga yer atrofida yuringlar deb buyurar ekan, ya'ni tirikchilik, dehqonchilik qilib va boshqa ehtiyojlar bilan yer yuzida har tomonlarga borishga Alloh bizlarni buyurar ekan, demak yerda bizlar uchun yetarli hamma narsa bor. Boshqa oyatda Alloh taolo aytayapti: "Bir toifa insonlar Allohning fazli marhamatidan rizq ro'z istab yer yuzida turli tomonlarga safar qilishadi." Albatta tirikchilik maqsadida safar qilish, o'z uyidan chiqib boshqa joylarga borish, bu ham kengchilikka sabab bo'ladi. Alloh taolo xabar berganidek, Alloh roziligini istab boshqa joylarga borgan insonlarga ko'p kengchilik bo'ladi. Boshqa oyatda Alloh taolo shunday degan: "Sizlarning rizqingiz, ya'ni rizq manbasi osmondandir va sizlarga va'da qilinayotgan jazo mukofot ham osmonda. Osmon va yerning Robbisi bo'lmish Allohga qasamki, albatta bu xabarlar xuddi sizlarning so'zlashingiz kabi haqiqatdir. Yer yuzida aqli bo'lmagan ko'plab jonzotlar bor. Ularning rizqi doim kelib turadi. Mana shuni bir fikr qiling." Alloh taolo aytadi: "Qancha jonzotlar bor. Ular o'z rizqini ko'tarishga, rizq topib jamlashga qodir emas. Ularning rizqini Alloh beradi va sizlarning rizqingizni ham Alloh beradi." Ya'ni Alloh taolo ojiz jonzotlarga ham turli sabablar bilan rizq ro'z beryapti. Hatto yer tagida bo'lgan qurt qumursqalar ham, osmonda uchib yurgan qushlar o'z rizqini olyapti. Alloh beradigan rizqni hech kim to'sib qo'ya olmaydi. Alloh kimgadir kengchilikni iroda qilgan bo'lsa, uni to'xtatishga birortasi qodir emas. Rizq topish xavotirini ketkazadigan narsalardan yana biri, Alloh taolo barcha narsalarni taqdirini yozib qo'ygan va kelajakda bo'ladigan narsalarni bizlarga bildirmagan. Shunday ekan, biz g'aybni bilmaymiz, lekin bizlar sabablarni qilishga va Allohga ko'p duo qilishga buyurilganmiz. Bizlarning rizqlarimiz taqdir qilinib, barchasi belgilab qo'yilgan. Alloh taolo taqdirni belgilab qo'yganini xabar berganidan keyin shunday degan: "Sizlar qo'lga kirita olmagan narsalarga siqilmasligingiz uchun va Alloh bergan narsadan quvonib, kibrlanib ketmasligingiz uchun sizlarga xabar berdi." Sahih hadisda tug'ilajak chaqaloq onaning qornida bo'lganida farishta kelib unga ruh puflaydi. Uning rizqini, yashash muddatini, qanday amallar qilishini va baxtli yoki baxtsiz bo'lishini yozadi. Taqdirga bo'lgan iymon insonga xotirjamlik olib keladi. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Hech bir jon o'z rizqini to'liq olmasdan turib dunyodan o'tmaydi. Albatta taqdiringizda yozib qo'yilgan barcha narsani to'liq olasiz." Rasululloh aytganlar: "Allohdan taqvo qilinglar va rizqni yaxshilik bilan talab qilinglar." Ya'ni Allohdan duo qilib so'rayotganda yaxshiliklarni umumiy suratda so'rash lozim. Masalan, Qur'onda zikr qilingan duo: "Ey Robbimiz, bizlarga bu dunyoda ham yaxshilik ber va oxiratda ham yaxshilik ber va bizlarni do'zax azobidan asra." Dunyo yaxshiliklariga halol rizq, uy-joylar, soliha ayol va solih farzandlar va hurmatga sazovorlik, bular hammasi dunyodagi yaxshiliklar. Ey birodarlar, rizq talab qilishdagi eng muhim qoida quyidagi hadisga amal qilishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Rizq kelishini ozgina kechikishi Allohga osiy bo'lib, rizq talab qilishingizga undamasin." Ya'ni Alloh beradigan rizq Allohga osiy bo'lish bilan talab qilinmaydi, balki Allohga itoat qilib talab qilinadi. Ey do'stim,
Shuning uchun harom kasblardan butunlay uzoq bo'ling. ولو Qiyin holatga tushib qolsangiz ham harom ishlarga yaqinlashmang. يدك من باب رزق حرام لو Bilib qo'ygin, agar harom kasb qilib rizq topayotgan bo'lsang, senga eng katta musibat kelibdi. حالك في الدنيا Harom ishlaringni yomon oqibatini dunyoda ko'rmayotgan bo'lsang, bilib qo'y, oxiratda albatta og'ir jazosini olasan. عباد الله Birodarlar, barchaning rizqi yozib qo'yilgan. مكتوب Inson rizq topaman deb toqati yetmaydigan ishlarni qilib, o'zini mashaqqatga qo'ymasligi lozim. Lekin inson sabablarni qilib, qo'lidan kelgan ishlarni bajarishga buyurilgan. Alloh taolo aytgan: "Yer atrofida yuringlar va Alloh rizq qilib bergan narsalardan tanovul qilinglar." Tirikchilik qilish yo'llari ko'p. Dehqonchilik, kasb-hunar, tijorat yoki birovni qo'lida ishlash va hozirgi zamondagi yangi texnologiyalarga taalluqli sohalar, ya'ni tirikchilik manbalari ko'p. Inson o'ziga munosib bo'lganini tanlashi kerak. المطلوب أن يلجها الإنسان Ba'zilar harakat qilmasdan yengil bir ish chiqib qolishini kutib o'tiradi. Bu noto'g'ri. Aqlli inson bunday qilmaydi. على طبق دون تعب Ha, ba'zilar harakat qilmasa ham yengil bir ish topgan bo'lishi mumkin. Lekin bunday o'yda bo'lgan ko'pchilik insonlar maqsadga erisha olmagan. Bir narsani hech unutmasligimiz kerak. Agar Alloh taolo sizdan bir tirikchilik yo'lini yopib qo'ysa, biling, albatta Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan sizga boshqa yo'lni ochib qo'yadi. Va mana shu yo'l siz uchun manfaatli va foydasi ham ko'p bo'lishi mumkin. Hech unutmang, Allohning go'zal ismlaridan biri Al-Muqit. Muqit ismining ma'nosi har bir jonzotga uning o'ziga munosib bo'lgan rizqni beruvchidir. له Alloh taolo har bir bandaga munosib bo'lgan rizqni beradi. فهو Alloh eng yaxshi rizq beruvchi zotdir. وهو خير الرازقين U mu'minga ham, kofirga ham rizq beradi. وإذا Hasharotlarga rizq beruvchi zot. Albatta insonga ham rizq beradi. Kofirga rizq berayotgan zot albatta mu'minning ham rizqini beradi. من Rizq kelmay qolishdan qo'rqib istirobga tushish bu shaytonning vasvasasidan. Alloh aytadi, shayton sizlarni faqir bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi. هذا الهاجس Ya'ni shayton rizq kelmay qoladi deb turli vasvasalar qiladi. في ذهنك Hatto qayg'u, g'am tashvishga soladi. Oqibatda qayg'uga botgan inson qo'lidan keladigan ishlarni ham qilmay qo'yadi. Mana shu narsaga e'tibor bering. Agar siz qo'lingizdan kelgan sabablarni qilayotgan bo'lsangiz, endi hech siqilmang. Aksincha, Allohdan rizq kelishini umid qiling. Chunki rizq faqat Allohning qo'lidadir. Gohida Alloh taolo ba'zi insonlarning rizqini kechiktiradi. Ba'zi insonlarning rizqini kamaytiradi. يضيق Buning ortida Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan katta hikmatlar bor. فقد Gohida rizqning kechikishi inson uchun katta foyda bo'ladi. Ba'zi insonlar Alloh bergan rizqni gunoh ma'siyatlarga ishlatadi. Alloh taolo bu bandaga yaxshilikni iroda qilib, uning tavba qilishi uchun rizq kelishini kechiktiradi. Kelib turgan rizq to'xtab qolsa, ko'pchilik insonlar Allohga muhtoj ekanini his qiladi. Bu inson rizq keng bo'lgan vaqtda Allohga muhtoj ekanini unutib qo'ygan edi. Alloh taolo aytganidek, dar haqiqat inson o'zini boy, hech kimga muhtoj emas deb bilsa, tug'yonga tushib, haddidan oshur. Insonning rizqi oz bo'lib, qiyin holatga tushib qolsa, o'zini muhtoj ekanini his qiladi va Allohga ko'p duo qiladi va solih amallar qilishni boshlaydi va qiyinchiliklarga sabr qilishni o'rganadi. Hatto Imom Ahmad shunday deganlar: farzandlarning yig'isiga sabr qilgan insonga beriladigan savob ko'p nafil ibodatlardan afzaldir. يكتب الله له بذلك من الحسنات وهنا أمر من Ko'pchilik e'tibor bermaydigan yoki mukammal suratda bajarmaydigan buyuk bir qalb amali bor. Bu amal Allohga tavakkul qilish. Alloh taolo aytadi: kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi u bandaga va uning barcha ishiga kifoya qiladi. Allohga haqiqiy tavakkul qilish behisob rizq kelishiga eng katta sababdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkal qilsangiz, توكلي haqiqiy tavakkul qilishning o'ziga yarasha sir asrorlari bor. Haqiqiy tavakkul qilish inson qalbida Allohdan boshqasi bo'lmasligi, faqat Allohga suyanishi, faqat Allohga yuzlanishi, rizqni faqat Allohdan talab qilib, Allohdan umid qilishi va barcha ishlarini Allohga topshirishi. وتفويض الأمور إليه لو أن Agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkal qilsangiz, qushlar qanday rizqlantirilsa, sizlarga ham rizq ana shunday kelgan bo'lardi. يرزق
الطير. Ulamolar aytadilar, bu hadis tavakkul mavzusining asosini bayon qilgan. Allohga haqiqiy tavakkul qilish rizqning keng bo'lishiga eng katta sababdir. Shoir aytganidek, har bir ishda Robbingga tavakkul qilgin. Unga bo'lgan tavakkul besamar ketmas. Va'dasiga ishongin, hukmidan ham rozi bo'l. Yetishursan shu onda har bir maqsadga. Allohga haqiqiy tavakkul qilish tavhidga amal qilishdir. Albatta tavhid insondan iztirob, qayg'ularni ketkazadi. Chunki tavhid insonga omonlik olib keladi. Alloh taolo aytadi: "Iymon keltirib, iymonlarga zulm aralashtirmagan zotlar uchun omonlik bordir." Ya'ni ularning iymonlari, tavhidlari mukammal bo'lgan. Ular har qanday shirkdan, katta yu kichik shirkdan va maxfiy shirklardan uzoq bo'lganlar. Ana o'shalar uchun omonlik bor va ana o'shalar hidoyat topgan insonlardir. Ular uchun omonlik bo'lar ekan, demak ularning qalblari, ruhlari ham omonlikda bo'ladi. Ya'ni ularda nafs xotirjamligi bo'ladi. Ular ruhi sog'lom bo'ladilar. Bu katta ne'mat ekanini payg'ambarimiz xabar berganlar. Insonning nafsi to'q, xotirjam bo'lishi bu qalbni boy, qanoatli bo'lishga bog'liqdir. Gohida insonning mol dunyosi ko'p bo'lsa ham, unda nafs xotirjamligi topilmaydi. Alloh unga qancha rizq bersa ham, u hech to'ymaydi, qanoat yo'q. Ba'zi insonlar boy bo'lmasa ham, qanoatli, nafs xotirjam bo'ladi. Bunday insonlarning boyligi qalbidan bo'ladi va ular Allohga yuzlanadilar. Birodarlar, biz qorinni to'ydirib, qorinni tinchlantirishdan ham ko'ra, ko'proq nafsimizni to'q qilib, nafsni tinchlantirishga muhtojmiz. Nafs to'q, qalb xotirjam bo'lishi qorinni to'q bo'lishdan ham muhimroqdir. Alloh taolo aytadi: "Erkak bo'ladimi yoki ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida solih amallar qilsa, biz unga pokiza, baxtli hayot ato eturmiz." Demak, pokiza, baxtli hayot solih amallar bilan bo'ladi. Inson doimo duo zikrlarni qilib yurishga odatlanishi ham juda muhim. Shu jumladan istig'for aytish. Istig'forning ma'nosi Allohdan gunohlarni mag'firat etishini so'rashdir. Aslida inson qilgan gunohlariga oxiratda jazo olmaslik uchun ko'p istig'for aytadi. Lekin istig'for aytishni dunyoda ham foydalari bor. Istig'for dunyoda ham baraka olib keladi. Alloh taolo aytadi: "Istig'for aytib, Robbingiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u mag'firat etuvchi zotdir. Shunda u zot ustilaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur va sizlarga mol dunyo, bola chaqa bilan madad berur hamda sizlarga bog' va bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur." Bularning hammasi istig'for sabab dunyoda beriladigan rizqlar. Albatta istig'forning asosiy foydasi oxiratda bo'ladi. Inson gunohlariga istig'for aytar ekan, uning maqsadi oxiratda mag'firat bo'lishi. Lekin oxiratdagi mag'firatga qo'shimcha istig'forning dunyoda ham foydalari ko'p. Alloh taolo fazli marhamat keng. Bu dunyoda ham oxiratda ham beraveradi. Inson Allohga haqiqiy bog'lansa, namozni xushu va huzu bilan ado qilsa, albatta bu ham qalbdagi iztirob, xavotirlarni yo'q qiladi. Alloh taolo aytadi: "Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgan. Unga biror yomonlik yetsa sabrsizdir. Yaxshilik kelsa man qiluvchi baxildir." Faqat namozlarida bardavom bo'lgan namoz o'quvchi insonlargina bu yomon sifatlardan xolidirlar. Ya'ni ular hamma namozni, fajr, asr barcha namozlarni o'z vaqtida o'qiydilar. Albatta insonning dunyodagi hayoti bir tekis bo'lmaydi. Gohida turli qiyinchiliklar, musibatlar bo'ladi. Gohida sog'liqda muammo, gohida tirikchilikda. Lekin Alloh taolo aytganidek, insonga yetgan musibat faqat Allohning izni irodasi bilan bo'ladi. Kim Allohga iymon keltirsa, Alloh uning qalbini hidoyat qiladi. Ya'ni musibat kelganida Allohning qadari deb sabr qilsa, Alloh uni hidoyat yo'lida mustahkam qiladi. Ha, inson hayoti gohida unday, gohida bunday bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Bu kunlarni insonlar orasida o'zgartirib turamiz. Gohida boy, gohida faqir, gohida sog'lom, gohida kasal, gohida yengilchilik, gohida qiyinchilik." Agar inson dunyoning haqiqatini tushunsa, qiyinchiliklarga sabr qiladi. Ilgari kengchilikda rohatlanib yashagan edi. Endi bugun sabr qilish kerak. Bugun qiyinchilik bo'lsa, ertaga yana kengchilik qaytadi. Lekin shuni unutmaslik kerak. Biror qiyinchilik bekor ketmaydi, balki har bir qiyinchilik gunohlarga kafforat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Mo'minning ishi qanday ajoyib. Uning hamma holati yaxshilikdir. Qiyinchilik kelsa, sabr qiladi va unga yaxshilik bo'ladi." Birodarlar, rizq talab qilishda doim yodda tutish lozim bo'lgan yana bir masala. Dinimiz yo'llagan taqvo, solih amal, zikr, istig'for kabi amallar rizqning keng bo'lishida dunyoviy sabablardan ham muhimroqdir.
dehqonchilik, kasb-hunar, tijorat bulardan ham ko'ra shariatimiz yo'llagan sabablar muhimroq. Alloh taolo bizlarni sabablarni qilishga buyuradi. Albatta tavakkul, duo, taqvo ham rizq bo'lishining eng katta sabablaridan. Shuning uchun ey birodarlar, agar siz dunyoviy sabablarni qilib, shu bilan birga iymoniy, diniy sabablarni mahkam ushlaydigan bo'lsangiz, albatta maqsadga erishasiz. Qarindoshlar bilan aloqa qilish rizqni keng bo'lishiga sabab. Namozni muhofaza qilish, Alloh taolo namoz haqida shunday degan: ahli oilangizni namoz o'qishga buyuring va bunda sabr bardoshli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz. Aksincha, o'zimiz sizga rizq berurmiz. Chiroyli oqibat taqvo qiluvchilar uchundir. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: kim Allohdan taqvo qilsa, u uchun har qanday sharoitdan chiqib ketish yo'lini qilib qo'yurmiz va unga o'zi o'ylamagan tomondan rizq berurmiz. Albatta bu oyatlar bir tasalli uchun aytilgan emas, balki ochiq haqiqatdir. Shubhasiz, diniy sabablar rizq keng bo'lishiga, baraka kelishiga eng katta sabablardan. Agar insonning topgani oz bo'lsa, lekin Alloh mana shu oz narsaga baraka beradigan bo'lsa, Allohga qasamki, mana shu oz narsa yetarli bo'ladi. Inson yuqorida aytilgan barcha sabablarni qilib, halol kasb qilsa va sarf xarajatlarini chiroyli qiladigan bo'lsa, hamma narsasi barakali bo'ladi. Chiroyli sarf xarajat qilish bu pulni harom narsalarga sarflamaslik bilan va isrof qilmaslik bilan bo'ladi. Isrof qilish degani pulni harom narsalarga sarflash degani emas. Pulni haromga sarflash bu o'ta og'ir gunoh. Lekin muboh narsalarga haddan tashqari sarflash ham gunoh va bu isrofgarchilikdir. Oila, bola chaqaga o'rtacha sarf xarajat qilish, isrof qilmaslik shariat yo'llagan ishlardan. Alloh taolo bizlarga ato qilgan barcha ne'matlarini Allohning o'zi barakali qilishini Allohdan so'raymiz va rizqlarimizni keng qilishini va barcha qarzdorlarni qarzdan xalos qilishini Allohdan so'rab qolamiz.